Assalomu alaykum. Bugun sizni Medexpert klinikasini ichki tomoni bilan tanishtiramiz. Medexpert klinikasining birinchi qavatiga xush kelibsiz. Bu yerda ro'yxatxonamiz, bu yerda esa MSKT va rentgen xonamiz. Bu yer rentgen xonamiz. Bu xonamiz esa EKG xonasi. Bu xonamiz esa MSKT xonasi. Bu xonamiz esa UZI Doppler xonasi. Marhamat. Bu xonamiz esa terapevt kardiolog vrachimiz Shuhrat Temirich xonalari. Bu xonamiz esa oliy toifali shifokorimiz endokrinolog Aziza Aslamova xonalari. Endi sizlarni laboratoriya xonalarimiz bilan tanishtiramiz. Medexpert klinikasining laboratoriyasi zamonaviy texnologiyalarga ega laboratoriya. Bu esa bizning ikkinchi qavatimiz. Bu ikkinchi qavatimizdagi ro'yxatxonamiz. Bu yerda asosan qo'ng'iroqlarga javob beriladi. Bu xonamizda esa bizning urolog vrachimiz Narzikulov Arslon Rustamich xonalari. Bu xonamiz esa ginekolog vrachimiz Nargiza Abdukarimovaning xonalari. Bu xonamizda oliy toifali nerv patolog vrachimiz Salomova Bahora Xalilovnaning xonalari. Bu xonamiz gastroenterolog shifokorimiz xonalari Rajabov Sherbek Sharipovich. Bu esa lor shifokorimiz xonalari Nurmuhamedov Fozil Odilovich. Bu yerda bizning oliy toifali bolalar nerv patolog shifokorimiz Hasanova Xurshida Mamatqulovnaning xonalari. Bu xonamiz esa fizioterapiya xonasi. Bu esa bizning shinam va qulay palatalarimiz. Bu esa bizning operatsion xonalarimiz. Hozirda bu yerda operatsion jarayoni ketmoqda.